Farklı Serin. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomiz hamma yoqqa yoqimli hid, ifor taratadigan serin daraxti to'g'risida boradi. Serin so'zi grekcha so'zdan olingan bo'lib, naycha demakdir. Grek afsonalariga ko'ra, ularning qahramonlaridan biri Pan degan kishi serin novdalaridan sibizg'a yasagan. Sharqda esa serin yog'ochidan chilim uchun naycha yaratganlar. Serin zaytundoshlar oilasiga mansub bo'lib, ko'p yillik buta hisoblanadi. Serinning oddiy va fers serin kabi turlari bor. Oddiy serinning bo'yi 3-6 metr. Barglari tuxumsimon uchli. Gullari oq pushti, to'q binafsha rangda bo'ladi. Aprel-may oylarida gullaydi. Gulining tarkibida efir moyi, fenil glyukozid, seringin kabi moddalar mavjud. Xalq tabobatida uning gulidan tayyorlangan damlama, terlatuvchi, balg'am ko'chiruvchi, siydik haydovchi sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, serin gullari damlamasini ko'k yo'talda, bronxit kasalligida, qovuq yallig'lanishida ichiladi. Bargini yara chaqalarga, ayniqsa chipqon, furunkulga bog'laganda samarali natija beradi. Ya'ni yiringni tortib oladi. Barg qaynoq suvga botirib olinadi. Peshonaga bog'laganda bosh og'rig'ini qoldiradi. Serin gulidan damlama tayyorlash. Buning uchun serin gulidan 20 gram olib, uning ustiga 200 ml qaynoq suv quyiladi va soviguncha damlab qo'yiladi. Sovgach katta kishilar uchun 2 osh qoshiq yoki yarim stakan, bolalar uchun 1 choy qoshiqdan 3 mahal ichiladi. Shifokor tavsiyasi asosida. Demak, serin barglari va gullari insonlar ruhiyatini ko'tarib yoqimli ifor tarqatibgina qolmay, ularning yuqorida ko'rsatilgan kasalliklarga koni foyda ekan. Azizlar, biz bu kamtarona mehnatimizni hisobga olib, kanalimizga obuna bo'lishni, like bosishni va izohlarda fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Biz bundan mamnun bo'lamiz.